Yurakchani qip-qizil qilib qizartirib qo'ysangiz, biz obzor qilib ko'rsatamiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi obyektimiz Urban Stroyda joylashgan 4 xonali 3 ta sanuzilga ega bo'lgan xonadonimiz, etaji 2. Qani ketdi boshlaymiz. Kirish qismimiz bu yerdan boshlanadi. Ko'ryapsizlar, koridorimiz juda ham keng, prostorniy qilingan. Skvoznoy, bilasiz, hozir skvoznoy uylar topish juda ham qiyin bo'lib qoldi. Bu yerda mana stroyni shkaf qilingan, polностью krashni chuqur, juda ham ko'p narsa ketadi. Domofonlar qilingan, hamma kabellar, ust kabel qilingan, juda ham chiroyli. И полный теплый pollar qilingan. Kelinglar, bu yerni ko'rsatib chiqaman. Oshxona bilan zal studiya formatda qilingan. Qarang. Marhamat. Oshxonamiz va zalimiz mana bunaqa joylangan. Qarang, bu yerda 8 talar o'tiradigan zona qilingan. Texnikalarimiz bu yerda joylashgan, mablar hammasi quyma tosh. Bu yerga keladigan bo'lsa, xolodilnikimiz, skrit xolodilnikimiz bor. Bu yerda esa posudomoykamiz bor. Ayollarimizga hozirgi kunda juda ham kerakli narsa bu. Полностью krashenli qilingan, bilasiz, krashenli endi bu juda ham qimmatroq turadi. Bu yer televizor zonaga joy tashlangan, bemalol oilaviy qarindosh urug'lar kelganda o'tirib, maza qilib xorda chiqarib, gaplashib o'tirsangiz ham bo'ladi bu yerda. Chunki juda ham keng va yorug'. Va bu yerda katta panorama oynasi bor. Uyimizda 3 ta sanuzil, 3 ta balkon bor. Kelinglar. Mana bu joyda mana bunaqa trimon qilingan, oynali zona qilingan. Mana chiqishda qarab o'zingizga ketsangiz bo'ladi. Mana bu joyimiz esa birinchi sanuzilimiz bo'ladi. Qani ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli qilingan, kafellari ham o'ziga yarashib, mos qilib tanlangan. Xo'p, bu xonamiz bo'lsa, detskiy xonamiz bo'ladi. Detskiy xonamiz bu uyimizni patologini ko'ring, 3 dan baland, anchagina. Mana bunaqa qilib detskiy zona qilingan, juda ham karavotlarni, stroniy shkaflarni o'rnatib qo'yishgan. Hamma narsa qisqasi bu uyimizda tayyor holatida. Qani kelinglar. Eshiklarimizni keladigan bo'lsak, eshiklarimiz ham juda ham yaxshi, sifatli eshiklar o'rnatilgan. Koridor ancha katta. Mana bu joyga ham, mana bu ikkita stulcha, stol qo'yib, jurnal stol qo'yib qo'ysangiz ham juda ham zo'r bo'ladi. Yarashadi uyga. Bu esa yana bitta katta spalnimiz bo'ladi. Spalni ko'rishingiz mumkin. Hamma narsa bilan jihozlangan va o'zini bu yoqda esa sanuzili bor. Ko'rishingiz mumkin buni ham. Ranglari zo'r tanlangan, juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. 120 kvadratli xonadon, etaji 2, eng zo'r novostroykalardan biri Urban Stroy Oqsaroyda joylashgan Zakritый двор. Bunaqasi juda ham kamdan kam uchraydi. Bu esa yana bitta katta spalni. Har bitta spalning o'zida sanuzil bor. Bitta detskiyda yo'q xolos. Qarang, bu ham ancha katta, o'zining balkoniga ega. Va bu yerda esa kichkinagina gardorobcha qilingan-da, bu yerda mana ko'ryapsizlar. Qilingan va bu yerda esa sanuzilimiz joylashgan. Stiralka ham o'rnatib qo'yishgan bu yerga ham. Juda ham idealniy holatdagi uyimiz. Xo'p, bu uyimizda yoqayotgan bo'lsa, lakchani qizartirib, shu uyizlayotgan yaqin birodarlar, qarindosh urug'lar, do'st birodarlar bo'lsa, tirs yuborib qo'yish esdan chiqib qolmasin. Hammalarni yaxshi ko'raman. Bu uyimizni narxi keladigan bo'lsa, 230 ming startoviy so'rovimiz. Agar sizda shitir bo'lsa, tayyor bo'lsa, biz uyimizni zo'r narxda kelishtirib berib yuboramiz. Dokumentatsiyasi joy-joyida, kadastrlari bor. Uyimizda hech kim yashamaydi. Suv, gaz, svetda muammo yo'q. Maktab, bog'cha, hammasi transportlarga, hamma joyda, yaqin joyda joylashgan. Hammalarni yaxshi ko'raman. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Qilgan obzorimizni xatoliklar bo'lsa, aytib beramiz. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.